Assalomu alaykum, Proktolog kanalining kuzatuvchilari. Men Tosh Boburjon Abdullayevich, proktologman. Bugun sizlarning e'tiborlaringga oldingi videoda gapirib o'tgan bir mavzuni davomini gapirmoqchiman. Ya'ni biz oldingi videomizda rekomendatsiya, ya'ni tavsiya sifatida bir mazni tavsiya qilgandik. O'rtoqlar, bu reklama emas. Bizga ko'pchilik reklama qilgan doriz deb aloqaga chiqishdi. O'rtoqlar, men hech narsani reklama qilmayman. Bundan keyin qilmasam kerak, xudo xolisa. Как vrach sifatida tavsiya beraman xolos. Men reklama bilan shug'ullanadigan odatim yo'q. Ya'ni sizga ko'rsatilgan dori bu tavsiya sifatida. Ya'ni sizda nima bo'lganda mavzu, agar mavzudan bexabarlar bo'ladigan bo'lsa, ozgina eslatib o'tmoqchiman. To'liqroq ma'lumot ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bundan oldingi videoni kirib ko'rsangiz bo'ladi. O'sha nifidipin mas haqida gapirgan videom bor. Ya'ni o'sha yerda nifidipin mas ko'rsatganman va uni nimaga ishlatish kerak haqida gapirganman. Ozgina o'sha mavzu haqida eslatmoqchiman. U yerda nima deyilgandi? Agar sizda analiy trishna bo'ladigan bo'lsa, analni trishnik, analni yor, orqada demak yirtilish bo'ladigan bo'lsa va siz vrachga bordingiz yoki vrachga bormasdan ham masalan lechina qilmoqchisiz. Bunday holatlarda agar vrachga borgan bo'lsangiz, agar sizga operatsiya taklif qilishayotgan bo'lsa, shunaqa vaziyatlarda deganman, mana shu nifidipin mazni ishlatib ko'ring. Bu nifidipin maz o'zini isbotini topgan emas. Ya'ni minglab insonlarga sinalib, yaxshi natija olingandan keyin rekomendatsiyalarga tavsiya sifatida chiqarilgan. Bu o'sha doказательный meditsina asosida, bu qanaqadir o'ylab topilgan dori emas, o'rtoqlar. Bu xayolimga kelib qolib, o'zim bir kechqurun nima qilsam ekan deb o'ylab topgan narsa emas. Bu isbotlangan tibbiyotda o'rganilgan, isbotlangan preparat dori. Shu narsani demak rekomendatsiya qilib tavsiya sifatida berganman, odamlarga chiqarganman. Juda ko'pchilikdan ijobiy fikrlar oldim. Haqiqatan bu dorini ishlatib yurganlar o'zi yaxshi biladi, mana bizni ko'rib turgan bo'lsa, xolis bo'lib shu kommentariyaga fikr bildirib ketishlari mumkin. Menda endi Telegram kanali, agar Telegram kanal bo'lganda men sizlarga polностью qo'yib borardim o'sha odamlarning odzivlari, ya'ni fikrlari qanaqa, nima bu mas haqida qanaqa fikr olganliklarini juda ko'pchilik menga bu narsani e'tirof qilgan. Endi Telegram kanal yo'qligi uchun men bu narsani qo'yib borishga imkoniyatim yo'q. Lekin shu kommentariyalar orasida ba'zi bir bemorlar negativ fikr yozishga ham demak ulgurgan. Ya'ni nima bo'lgan, u yerda sen yangi dori o'ylab topdingmi, yana bir tabibmisan yoki qanaqadir pul ishlamoqchimisan, balo battar bir dunyo gaplar bor. O'rtoqlar, men hech qanaqa dori o'ylab topganim yo'q. Bu narsa rekomendatsiya sifatida kelingan. Haqiqatan ham dorining effektivligi bor, ta'siri bor. Bu o'ylab topilgan, o'zim yasalgan bir nima narsa emas. Bu kitoblarda bor, effektivligi isbotlangan narsa. Men sizlarga bugun shu narsani isboti sifatida o'zim foydalanadigan, o'zim ishlatadigan va ko'pchilik proktologlar biladigan bir adabiyotni ko'rsatmoqchiman. O'rtoqlar, mana shu kitob, klinik rekomendatsiya. Men bitta kitobni misol olib ko'rsatyapman. Bu kitoblarda hammasida deyarli shu mavzu haqida yozilgan. Klinik rekomendatsiya mana 2019 Rossiyada chiqyapti. Redaksiyani Shelgin. Bu Rossiyadagi shu ведущий koloproktolog, proktologlar hisoblanadi. Kitobda birinchi mavzulardan biri bu analiy trishna. Analiy trishna haqida ma'lumot berilyapti. Bizda mana 12-varaqda analiy trishna bor ekan. Demak, 12-varaqni ochib olamiz, o'rtoqlar. 12-varaq. 12-varaqda bizda ketyapti analiy trishna mavzusi. Analiy trishna davolash, endi turlari, effektivligi, boshqa diagnostika, profilaktika hammasi rekomendatsiya keladi-da, oxirida kelib turib, demak, mana bu yerda lechinasi boshlanyapti. Lechina medikamentos. Konservativ lechina, men ko'p gapiraman. Konservativ lechina, ya'ni o'sha medikament bilan davolash. Bu yoqda показания, ya'ni ko'rsatma bo'yicha nima? O'tkir analiy trishna uchun qanaqa rekomendatsiya berilyapti? Yana keyingi pastda davom etyapti. Konservativ terapiya с сочетанием с медикаментозным релаксацией внутренней сфинктер прямой кишки. Ya'ni ruschani agar tushunmayotganlar bo'lsa, va deyapti dorilar bilan внутренний сфинктерda relaksatsiya, ya'ni spazmni yo'qotish uchun ko'rsatiladigan dori tavsiya berilyapti. U yerda показания, ya'ni ko'rsatma nima? Ostriy va xronический analiy trishna. Demak, keldi va bu yerdan boshlandi dori. Birinchisi nitroglitserin emas, 0% emas. Bu haqda ma'lumotlar berilgan va mana bu yerda осложнение degan joyga dorini ozgina побочный действияsi ko'proq. Nitroglitserin emas, organizmga sal побочный действия beradi. Shuning uchun deyapti, pastki tomonga kelib, ba'zi hollarda побочный effektlar ko'payib ketgan vaqtda tavsiya sifatida beramiz deltazem 2% va nifedipin 0% emas. Kamerada qanchalik tiniq ko'rindi yo'q. Mana nifedipin 0% emas. Va buni ishlatish taktikasi. Bu yerda bitta narsa e'tibor berilamiz. Применение указанный препарат сопровождается заживлением анальной трещины u 65%-95% bemorlarda yaxshi natija olingan deyapti. O'rtoqlar, bu narsani men o'zim o'ylab topganim yo'q, o'zimcha xayolimda mazni o'ylab topganim. Mana dori isboti kitobda. Bu klinik rekomendatsiya koloproktologning. Nima degani klinik rekomendatsiya? Ya'ni koloproktologlar vrachlar uchun qo'llanma, foydalan degan qo'llanma. Bu qaysidir tabib yozib olgan kitob emas. Shuning uchun qadrdon do'stlar, ayniqsa bizga negativ fikr bildirayotgan o'rtoqlar, iltimos, bu
Yana o'sha gapga qaytmoqchiman. Oq narsani oqligini isbotlash shart emas. Siz ming marta qora deb kitoblar yozib, asarlar yozib chiqarganingiz bilan bu qora qorayib qolmaydi. Buni oqligi doim isbotlanib bo'lgan, oqligi oqligicha qoladi. 2 kere 2 4ligini isbotlash shart emas. Bu aksioma. Bu isbot talab qilmaydigan mavzu. Shuning uchun do'stlar, ko'nglingizni xotirjam qiling. Agar siz bu o'sha hozirda aytgan ko'rsatganim, ya'ni nifedipin mazdan foydalanayotgan bo'lsangiz, bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu dori o'zini isbotini topgan. Sizda o'sha o'tkir va surunkali anal treshinada effektivligi 63% dan 95% gacha deb klinik rekomendatsiya berilyapti kitobda. Kitob. Bu Boburning fikri emas. Bu qaysi bir o'ylab topgan narsa emas. Xotirjam bo'lib ishlatavering. Negativlar o'zi negativda qolaversin. Unga e'tibor bermaymiz. Bizdan natija topayotganlar, bizni tavsiyamizga amal qilib, yaxshi hayotni yaxshi tomonga o'zgarayotganlar mana shuncha. Men yaqinda o'z Telegram kanal ochmoqchiman, ya'ni o'sha umumiy proktologiya bo'yicha. U yerda har bitta shu patsient, ya'ni bizga bemor bo'lib kelgan bemorlarni fikrlarini, imini shu dorini ishlatib olingan odzivlarini men joylab borishga harakat qilaman. Hozircha bu narsani ustida ishlayapmiz. Xudo xohlasa uni ham tez orada hal qilib qolsak kerak. Azizlar, yana shu o'rinda gapimning so'nggisida bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bizni yaqinda ko'rib yoki birinchi marta ko'rib turgan insonlar uchun tavsiya sifatida aytmoqchiman. Sizda agar anal treshna bo'ladigan bo'lsa, analni yorug'i, sizga operatsiya taklif qilishdi. Masalan, vrachga borsangiz operatsiya qilish kerak o'rtoq deyishyapti. Shunday vaziyatda o'rtoqlar, siz men tavsiya qilayotgan nifedipin 0.3% mazdan foydalanib ko'ring. Hech bo'lmaganda 1 oy foydalanib ko'ring. Natija yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin. Balki operatsiyasiz ham tuzalib ketish ehtimolligingiz bor. Bu narsani ko'pchiligimiz bilmaganimiz uchun faqat yechim operatsiya deb o'ylab qolamiz. Banda shunaqa bemorlar bor, 10 oylab qiynalib yurgan bemorlar bor. Yaqinda ham singlimiz bugun ertalab menga o'sha video tashlayapti. Doktor, rahmat sizga. Men aytdim, kanalga qo'ysam bo'ladimi desam, ko'pchilik meni taniydi. Shuning uchun qo'ymang, shart emas deb qoldi. Bo'lmasa qo'yardim kanalga o'sha insonning o'zining odzivlari. Bu endi video ko'rinishda qanchalar o'sha og'zaki murojaatlarda ham qancha yaxshi natija olayotganligimiz bu natijasi. O'rtoqlar, men ham qo'rqaman. Agar kimgadir yomon narsa tavsiya qilayotgan bo'lsam, butun bir omma ko'radi bizni, butun bir xalq ko'radi. Har xil joydan insonlar ko'radi. Agar bir yomon narsa tavsiya qilayotgan bo'lsa, naqadar insonga ziyon yetkazib qo'yishdan qo'rqaman. Shuning uchun do'stlar, agar treshina bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, eng yaxshisi o'rtoqlar, eng yaxshisi vrachga ko'rinish aslida. Vrach qabulida bitta bo'lib, konsultatsiyadan o'tib, konsultatsiyadan keyin vrach sizga tavsiya berilgan dorilar. Imенно shu dorilar ichida spazmolitik, ya'ni shu nifedipin sostavli maz bo'lgani bu yaxshi natijaga olib boradi. Faqat mazni o'zi emas, uni yonidagi qo'shimcha lechinalar bilan birga ketadi. Lekin o'sha mazsiz ham qiyin masalada. Mazsiz treshinani davolab bo'lmaydi. Orqadagi spazmni yo'qotmaguncha treshina hech qachon bitmaydi. Bu shunaqa narsa. Orqada qisilish bo'lib turadi. Tonusda turgan narsa, spazmda turgan narsa hech qachon o'zi bitib qolmaydi. Buni yumshatish kerak, buni maz bilan yumshatish kerak. Plus uni yonida qo'shimcha lechinalarni davom ettirib ketish kerak. Shunday lechina bilan ham natija ola olmasangiz, unda keyin operatsiya qildirishga, demak, to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma bor ekan. Agar ko'pchilik hollarda bemorlar bu tavsiya berilgan lechinamiz bilan o'zini yaxshi holatga o'zgarib, operatsiyaga muhtojlik qolmay qoladi. Keyin yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchiman. Ko'pchiligimiz dorini topa olmayapmiz, aptekalar tayyorlab berishmayapti dedi. Men oldingi videolarda ham aytganman, agar dori sizga zaruratli tug'iladigan bo'lsa, biz sizga tayyorlab berishimiz mumkin. Azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlarni ehtiyot qiling. Kasal bo'ladigan bo'lsangiz, yaxshi mutaxassis topishga harakat qiling. Balki sizdagi muammo bez operatsiya ham hal bo'lishi mumkin. Hozirgi aytib o'tgan treshinaga o'xshab. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'lingizlar.